Bilmadim, xafa bo'lishadimi yo'qmi? Biznes so'zining tarjimasi zo'ravonliksiz insonlar hamyonidagi pulni tortib olish hisoblanadi. Insonlarni ikkita tuyg'u boshqaradi. Bu muhabbat va qo'rquv. Birinchi galda barcha mentorlar nomidan yoshingizni hurmati o'rnimdan turib shuni aytamanki, kirib kelganingizda ko'zlaringizda o'z ishingizga muhabbatni his etdim. Meni hamisha rafiqam qo'llab-quvvatlab kelgan. Vaholanki men eng quyi pog'onalardan boshlaganman. U menga hamisha shunday derdi: "Shunchaki o'z ishingni bajar. Qancha daromad qilishing va kelajakda nima kutayotgani muhim emas. Balki men yutqazarman, balki buni kelajagi yo'qdir, lekin men ishga bo'lgan muhabbatingiz bilan siz bilan birga davom etishga tayyorman. O'zim oldingizga boraman, yoshingiz katta. Biz O'zbekistonda va Ozarbayjonda kattalarni, o'z ishini yaxshi ko'radiganlarni hurmat qilishga o'rganganmiz. Men yoningizdaman, hatto loyiha tugagandan so'ng ham. Большое спасибо вам.